ba'zi bir insonlar baxshilarga borishadi. Ya desa, yo'limni ochib bering deydi. U baxshi o'zi yoki sehrgar o'zi u yo'li ochilmagan. O'zi turmushi yaxshi emas. O'zini boyligi yaxshi emas. Boyligi yaxshi bo'lganda sizga o'xshagan odamlarni kutib o'tirmardi bu yerda. Ba'zi paytdagi yolg'on gaplarini yoki ba'zi paytda uxlamasliklarini yoki issiqda yoki sovuqda bir joylarda yurishliklarining sababi ham xafa bo'lmang. Haligi tarixdagi ulamolarimiz aytganday, Umar roziyallohu anhuning mashhur so'zlari bor. Tilla haqida gapirgan tilla oltin so'zlari. Demak, biz rizq degan mavzuga kirayotgan vaqtimizda bilaylikki, inson doimo shu rizqqa qarab harakat qilaveradi. Lekin nihoyasi yo'q buni. Sabablarni qilmasdan rizqi o'zi kelib qoladi deb o'tirishlik musulmonchilikda, mo'min musulmonchilikda yo'q. Uzoqda safarda ishlab yurgan odamlar topgan puliga sigaret chekish mumkin, aroq ichishligi mumkin, qimor o'ynashligi mumkin. Ana shu munosabat bilan aytishimiz kerak. Ko'p insonlar, ko'p yangi turmushga, hayotga qadam qo'ygan insonlar farzand ko'rmaganligidan shikoyat qiladi. Qarangki, inson narigi dunyodagi inson qaytib kelishligining sababi nima desa, tahorat olganda 2-chugun yechiladi. Bomdod o'qiganda 3-chugun yechiladi. Hozir dunyo shunaqa bo'lib qoldi, odamlar hammasi butun o'lchamlar faqat iqtisod bilan bo'lib qoldi. Faqat pul bilan bo'lib qoldi. Shukr qilaylik, Alloh subhanahu va taolo bizni nima rizqlarimizni ziyoda qilib beradi. Tarixda ba'zi bir podshohlar yashamaganday biz yashab turibmiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Salatu vassalamu ala rasulina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Alloh subhanahu va taologa maqtovlar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aka-ukalar, opa-singillar, yaqinlar, xayrli, nurli, barakatli kech. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq, hidoyat, to'g'ri yo'l so'ragan holda hozirgi kunimizdagi ko'p odamlarimiz, balki hamma butun insoniyatni o'ylantirayotgan masala rizq masalasi haqida savollar ham ko'p. Odamlarimizni o'ylantirgan narsa ham shu, safarlarning sababi ham shu. Ba'zi paytdagi yolg'on gaplarini yoki ba'zi paytda uxlamasliklarini yoki issiqda yoki sovuqda bir joylarda yurishliklarining sababi ham bo'lgan va undan tashqari ko'p narsalar sabab bo'lgan rizq haqida shariatimizni, dinimizni, Qur'oni Karimni, Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning muborak sunnatlarida nima deyilgan? Shuni inshaalloh jamoatimiz bilan, ya'ni sizlar bilan suhbat qilishga harakat qilamiz. Rizq degani nima degani? Birinchi biz shu narsani tushunib olishimiz kerak. Rizq degani nima degani? Yoki qanday qilsak rizqimiz ko'payadi? Qanday qilsak rizqimizda baraka bo'ladi? Qanday qilsak Alloh subhanahu va taolo bizning rizqimizni oson beradi, yengil beradi? Yoki qanday qilsa inson faqir, miskin, kambag'al bo'ladi, qanday qilsa boy bo'ladi? Shunga o'xshagan savollarga